nimani chaqirib olish, bu yoqda menimcha o'ziga o'zi xizmat, bir nimani bahona qilib chaqirib olamiz. Shunaqa qadag'ada olasizmi? Negadir aynan shu amakiga kelganda men hayajonlanishdan to'xta olmadim. Bir ikkita savolimiz bor edi. O'zingiznikimi? O'zingiz ochganmisiz? Somsalarni ham o'zingiz qilasiz. Gap yo'q lekin. Bitta odam misol uchun kelganda chiviga qoldiradimi o'zi bu yoqda? Bizda o'zga xizmat. Sizga atalib, buni xohlaganingizcha ishlatishingiz mumkin. Shunchaki 1 million sizga qoldirib ketmoqchiman. O'zim bunda bayram hadiyani olaman. Bitta duo qilaman. Nima o'ylagan bo'lsang, niyatlaring erishlari. Oqibatlaring yoqolmasin. Agar ming berilsan, Allohim senga minini bersin. Rahmat aytganingiz. Rahmat. Bugun faqat 1 million emas, O'zim ishlataman desangiz, sizga bermoqchimisiz uni? Odam ziyoratga qoldiraymi? Adasi Bolidada sayohatga Ankaraga ketdi-da. Xotin ularni topayotgan o'zining anaqasi. Borib ko'rsin. Xudoning nasib qilsa, nasib qilsa. Bundan zo'r joylarga boramiz. hammasi. Anaqa bilan masalada inshaalloh omadli anaqa deb. Agar bizga va'da bersangiz, sayohatga ishlataman deb, hammasini sizga bermoqchiman. O'ylaydigan joyi yo'q-ku. Ayolimni qo'liga buni bersam, shunchalik xursand bo'ladiki, borib. Bo'ldi. Men xursandman. Topganlaringga baraka bersin. Nimaga bu undan ziyoda bersin? Rahmat, rahmat. Yomon hayajonlarga lekin. Mana yomon hayajonlantirdilar endi. Sonsa necha yil bo'ldi? Shunaqa gaplar do'stlar. Mafiyamiz qo'lidan hamma narsa keladi. Video yoqqan bo'lsa, shuncha harakatimiz uchun like bosib qo'yishingizdan chiqmasin.